Isroil va AQSh hujumlari oqibatida Eron oliy rahnamosi halok bo'ldi. Mamlakatda motam e'lon qilindi. 28 fevral kuni Isroil AQSh bilan hamkorlikda Eronga qarshi keng ko'lamli havo hujumlarini boshladi. Mamlakat poytaxti Tehronga qator raketa zarbalari kelib tushdi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp esa Eron xalqiga murojaat qilib, ozodlik soatlari yaqinlashayotganini, xavfsizlik kuchlaridan qurolni tashlab berkinishni va hammasi tugagach o'z hokimiyatini boshqarishini aytdi. O'z navbatida Eron ham Isroilga javob zarbalarini yo'lladi. Shuningdek, Amerikaning Arab dengizidagi Avram Lincoln yadro tashuvchisiga ham raketalar orqali zarbalar berildi. Bundan tashqari, Eron bir vaqtning o'zida AQShning Qatardagi Al-Udeyd, Kuvaytdagi Al-Salim, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Al-Hafra, Bahrayndagi AQShning 5-flot aviabazalariga zarbalar berdi. Shundan so'ng Isroil Erondagi maktabga raketa zarbalarini yo'lladi. Oqibatda 40 dan ortiq odam halok bo'ldi. Donald Tramp hujumlar natijasida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy o'lganini aytdi. Tarixdagi eng zolim odamlardan biri hisoblangan Ali Xomanaiy o'ldi deb yozdi Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Eron oliy rahnamosi o'limi munosabati bilan mamlakatda 40 kunlik milliy motam va 1 haftalik ta'til e'lon qilindi. Xomanaidan tashqari Isroil va AQSh hujumlari oqibatida uning qizi, kuyovi, nabirasi va kelini ham halok bo'ldi. Dastlab Xomanaining o'limi haqida Isroil ommaviy axborot vositalari xabar tarqatgandi. O'shanda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi bu ma'lumotni rad etgandi. Shundan keyin Reuters agentligi Isroilning yuqori martabali rasmiysiga tayanib, Xomanaiy o'lganini ma'lum qildi. Shundan so'ng Eron televideniyasi ham bu xabarni tasdiqladi. 86 yoshli Oyatulloh Ali Xomanaiy 1989-yildan buyon Eronni boshqarib kelayotgan edi. Oliy rahbar sifatida u mamlakatda hokimiyatning barcha tarmoqlari, shuningdek, harbiy va sud tuzumi ustidan eng yuqori vakolatlarga ega edi. Oliy rahnamoning vafoti munosabati bilan eronliklar uni xotirlash uchun Tehron ko'chalariga chiqishdi. Uning dafn marosimida esa minglab odamlar qatnashdi. Shundan so'ng Pokistonning Karachi shahrida, Iroqdagi Bag'dod markazida AQSh konsulligi oldida tartibsizliklar yuzaga keldi. Pokistondagi bu holat otishmaga ham aylanib, bir necha kishi jarohat ham oldi. Shuningdek, Eron bilan birdan bo'lgan pokistonliklar BMT binosiga o't ham qo'yishdi. Hatto Hindistonda ham AQSh va Isroilning Eronga hujumiga qarshi norozilik namoyishlari boshlandi. Xomanaining o'limidan so'ng Oyatulloh Ali Rizo Arofiy Eron oliy rahnamosi vazifasini vaqtinchalik bajaruvchisi etib tayinlandi. U vazifaga kirishishi bilan Isroilga qarshi keng ko'lamli urush bo'lishini aytdi. Birlashgan Arab Amirliklari esa Eronning mamlakat hududiga bergan zarbalari ortidan Tehrondagi elchixonasini yopishga va Eron Islom Respublikasidagi elchisini, shuningdek, diplomatik missiya xodimlarini chaqirib olishga qaror qildi. O'z navbatida Hizbulloh Isroilga raketalar uchirdi. Yahudiy davlati ham javob zarbalarini yo'lladi. Livan guruhi bu hujumlarni Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy o'limi uchun qasos deb atadi. Livan bosh vaziri esa Yahudiy davlatiga hujumlarni qoraladi. Hizbullohdan keyin Yaman xususiylari ham Eronga qo'shilishini aytdi. Vaziyatni diqqat bilan kuzatayotgan Rizo Pahlaviy esa Eronga rahbarlik qilish evaziga AQShga trillionlab dollarlar va'da qildi. Tramp esa Eronni boshqarish uchun 3 nomzod borligini aytgan, ammo ularning ismini ochiqlamagan. Kecha 1-mart kuni Eronning Kuvaytga bergan aviazarbasi oqibatida 3 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. Bundan tashqari Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Isroilning yadroviy raketalariga Fatah va Hayber raketalar bilan zarbalar berdi. Isroil bunga javob sifatida Erondagi qizlar maktabiga hujum qildi. Natijada halok bo'lganlar soni 148 nafarga yetdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, AQSh hujumini 4-5 kun davom etishini rejalashtirgan. Hujumlar hozircha davom etmoqda. O'z navbatida prezident Shavkat Mirziyoyev Yaqin Sharq davlatlariga hamdardlik bildirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri telefon orqali muloqotda Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Ummon va Bahraynga prezident hamdardligini va qo'llab-quvvatlovini yetkazgan. Mazkur mojarolar ortidan qator aviareyslar noma'lum muddatga qoldirildi. Bundan tashqari o'zbekistonliklar uchun Umra safari vaqtincha kechiktirildi. 2-mart kuniga rejalashtirilgan Toshkent-Jidda yo'nalishidagi Umra ziyoratchilari reysi ham noma'lum muddatga qoldirilgan. Shuningdek, Tashqi ishlar vazirligi urush bo'layotgan hududlardagi vatandoshlarimizni ogohlantirib, ko'chaga chiqmaslik zarurligini ta'kidlamoqda. Yaqin Sharqdagi bu mojaro boshqa davlatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda.